Urushdan to'yib ketgan falastinliklar Hamasga qarshi namoyishga chiqdi. Andijonda alimentdan qochib yurgan ota Shefer ortidan topildi. Putin tez orada o'ladi va hammasi tugaydi. Zelenskiy. Shimoliy Koreya Rossiyaga yana 3000 askar yubordi. Zelenskiy AQSh Rossiya talablariga yon bermasligiga umid qilmoqda. Endi esa batafsil. Hasan, uni qara. Nima deysan, ha? Uyga pul yuborish uchun ertalab bankka bormoqchi bo'lyaptimi-deng? Xo'sh, nima qilib tushunga? Uni qara, tezda degan programma topdim. Bu programma bilan Rossiyadan O'zbekistonga, O'zbekistondan Rossiyaga yaxshi kurslarda pul yuborsa bo'lar ekan. Kerak emas, bir dunyo ma'lumot so'raydi bunaqa programmalaring. Qo'ysang-chi. Yo'q, bu вообще zo'r. Просто bir marta registratsiyadan o'tasan, bo'ldi. Uyga bemalol pul jo'nataveramiz. Zo'r. Tezda Rossiyadan O'zbekistonga tezkor pul o'tkazmalarini amalga oshiruvchi dastur. G'azo sektoridagi minglab falastinliklar urushni tugatish talabi bilan Hamasga qarshi namoyishga chiqdi. Falastinliklar G'azo shimolidagi shahar vayronalari orasida yurish qilgan. Ular Isroil bilan 17 oylik jangni to'xtatishga va guruhni hokimiyatdan ketishga chaqirmoqda. Namoyishchilar xalq Hamasning qulashini istaydi. Yo'qolsin Hamas deb qichqirgan. Hamasning yuqori martabali amaldori Bassem Naim odamlar norozilik bildirish huquqiga ega ekani, biroq ularning e'tibori jinoiy tajovuzkor Isroilga qaratilishi kerakligini aytdi. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz falastinliklarni namoyishlarga qo'shilishga chaqirdi. Siz ham Hamasni G'azodan olib chiqib ketishni va garovga olingan barcha isroilliklarni zudlik bilan ozod qilishni talab qilishingiz kerak. Bu urushni to'xtatishning yagona yo'li, dedi u. Hamas tarafdorlari norozilik namoyishchilarini sotqinlikda aybladi. The Wall Street Journal nashriga ko'ra, Yahudiy davlati namoyishlar fonida G'azo aholisining telefonlariga yechim sizning qo'lingizda va Hamas sizni do'zaxga jo'natishga talab qilmoqda degan matnli xabarlarni yuborgan. Hamas xalqimizdan matonatni saqlab qolishni talab qilmoqda. Ammo o'layotganimizda va qonga belanganimizda qanday qilib sabr bardoshli bo'lishimiz mumkin? Hamas G'azoda sodir bo'layotgan voqealarni to'xtatish kerak. Biz butun dunyoga signal beramiz. Hamas boshqaruvini rad etamiz. G'azoda hamma Hamasga va urushga qarshi chiqish kerak. Biz bu urushdan to'yganmiz degan norozilik namoyishi ishtirokchilaridan biri. Ba'zi namoyishchilar Al Jazeera axborot tarmog'ini ochiq tanqid qilib, uning xabarlari Hamas manfaatlariga xizmat qilishini ta'kidladi. Ularning fikricha, telekanal G'azodagi falastinliklarning Hamasni tanqid qilayotgan va urushning to'xtatilishini istayotgan qarashlarini yetarlicha yoritmayapti. Yo'qqa chiqing shipirda orqasidan. Andijon viloyatida aliment to'lashdan qochib yurgan ota o'z uyining qurilishi tugallanmagan hududida Shefer ortidan topildi. Bu haqda viloyat majburiy ijro byurosi xabar berdi. Qayd etilishicha, fuqarolik ishlari bo'yicha Andijon tumanlararo sudining ijro varaqasiga asosan qarzdor BDdan undiruvchi GM foydasiga 2 nafar farzandi ta'minoti uchun aliment to'lab berishi belgilangan. Biroq byuro xodimlari tomonidan ogohlantirishlarga qaramasdan qarzdor farzandini moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlab kelgan va aliment qarzdorligi 26 million so'mga borib yetgan. Qarzdorlikni undirish maqsadida bir necha marotaba qarzdorning yashash manziliga borilganda, u yerdan topilmagani sababli unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Byuroning viloyat boshqarmasi qidiruv shubasi xodimlari tomonidan olib borilgan qidiruv tadbirlari natijasida qarzdor fuqaro o'z hovlisining qurilishi tugallanmagan hududida Shefer ortiga yashiringan holatda topilgan. Hozirda qarzdorga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Andijon shahar sudi tomonidan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi, deyiladi xabarda. Putin tez orada o'ladi va hammasi tugaydi. Zelenskiy. Rossiya prezidenti Vladimir Putin tez orada vafot etadi. Bu esa urush tugaganini anglatadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Eurovision News telekanaliga bergan intervyusida shunday bayonot berdi. Zelenskiy rossiyalik hamkasbining qo'rquvlari haqida gapirdi. U jamiyatining beqarorlashuvidan qo'rqadi. Biroq hech kim bunga ta'sir ko'rsata olmaydi. Uning o'zi bunga ta'sir qiladi. Iqtisodiyoti, sanksiyon siyosati va hududlarning barchasini nazorat hamda himoya qila olmasligi bilan. Agar bizning hamkorlarimiz o'z kuchlarini to'liq namoyon etsa, turli kuchlarning birlashuvi bunga yanada turtki beradi.
Putinga bosim o'tkazishsa, u jamiyatning beqarorlashuvidan qo'rqadi. Ya'ni Putin aynan shundan qo'rqadi, dedi Ukraina rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya rahbari qo'rqadigan yana bir narsa o'z kuchini yo'qotishdir. Bu jamiyatning barqarorligiga ham, uning yoshiga ham bog'liq. U tez orada o'ladi, bu aniq va hammasi tugaydi. Ya'ni u o'zining mutlaqo xavfsiz va muvaffaqiyatsiz tarixiy hayotini yakunlashdan oldin uning taqdiri hal bo'lishi mumkin. Shuningdek, u yolg'iz qolishdan ham xavotirda. Putinni siyosiy jihatdan to'liq izolyatsiya qilish imkoni bo'lmadi. Men Putindan yoshman, menga ishoning. Mening istiqbolim yaxshiroq, deb ta'kidladi Ukraina prezidenti. U Kremlni izolyatsiya qilishga urinishlariga qaramay, ba'zi global janub davlatlari u bilan aloqada bo'lishda davom etayotganini qayd etdi. Ukraina prezidenti shuningdek o'z maqsadini farzandlarim ko'chada bemalol yurib, yashirinmasdan ularga munosib qarashlarni istayapman deya izohladi. Shimoliy Koreya Rossiyaga yana 3000 askar yubordi. Shimoliy Koreya yil boshidan beri Moskva tomonidan urushda qatnashayotganlarni kuchaytirish uchun Rossiyaga yana 3000 askar yubordi. Bu haqda Janubiy Koreya Birlashgan Shtab boshliqlari qo'mitasi bugun 27-mart payshanba kuni ma'lum qildi. Rossiyaga dastlab yuborilgan Shimoliy Koreyaning 11000 askaridan 4000 nafari halok bo'lgan yoki yaralangan deb hisoblaydi Seul. Bundan tashqari, Pxenyan Moskvani raketalar, artilleriya va o'q-dorilar bilan ta'minlashda davom etmoqda. Hozirda Shimoliy Koreya Rossiyaga katta miqdordagi qisqa masofali ballistik raketalar, shuningdek granata otish moslamalari va bir nechta raketa tizimlarini yetkazib bergani aniqlandi, deya qo'shimcha qildi Janubiy Koreya. Frontdagi vaziyatga qarab bu raqam oshishi mumkin, deya ogohlantirdi Seul. 2024-yil oktyabr oyidan buyon KXDR Rossiya Federatsiyasining Ukraina bilan chegaradosh Kursk oblastiga 10 000 ga yaqin harbiy xizmatchini joylashtirgan. Zelenskiy AQSh Rossiya talablariga yon bermasligiga umid qilmoqda. Ukrainani qo'llab-quvvatlash koalitsiya sammitida ishtirok etish uchun Parijga tashrif buyurgan Zelenskiy chorshanba kuni kechqurun jurnalistlar bilan suhbatlashdi. BBC xalqaro muharriri Jeremy Bowenning AQSh Moskvaning talablariga qarshilik ko'rsata oladimi degan savoliga javob berar ekan, u shunday dedi: "Men bunga umid qilaman. Xudo xohlasa uddalashadi, lekin ko'ramiz." Oq uy seshanba kuni Rossiya va Ukraina delegatsiyalari Saudiya Arabistonida AQSh rasmiylari bilan 3 kunlik alohida muzokaralardan so'ng Qora dengizda o't ochishni to'xtatishga kelishib olganini ma'lum qildi. Ammo bir necha soat o'tgach Kreml o'z shartlar ro'yxatini o'z ichiga olgan bayonotini e'lon qildi. Moskva talablari qatorida G'arbning qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanuvchi moliya muassasalariga nisbatan sanksiyalarni bekor qilish va ularning SWIFT xalqaro to'lov tizimiga kirishini tiklash ham bor. AQSh prezidenti Donald Trump Washingtondagilar Moskvaning cheklovlarni bekor qilish haqidagi so'rovni ko'rib chiqayotganini aytdi. Yevroittifoqdagilar esa sanksiyalarni bekor qilish haqida gapirishga hali erta ekanini aytishmoqda. Biz sanksiyalarni bekor qilmoqchi emasmiz. Shunday ekan, bunga hali juda erta. Nima bo'lganda ham sanksiyalar Rossiyaning tajovuz foydasiga tanlov qilgani tufayli va shuning uchun ularni bekor qilish faqat Rossiyaning xalqaro huquqqa rioya qilish foydasiga tanlov qilishga bog'liq, dedi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Parijda Zelenskiy bilan muzokaralardan so'ng. Macron Rossiyani yangi shartlarni ilgari surishda va o't ochishni to'xtatish takliflariga reaksiya ko'rsatmaslikda aybladi.